Assalomu alaykum hammaga. Kuzgi attestatsiya 2026 mini mock testimizni spesifikatsiya bo'yicha tuzilgan mini mock testimizni navbatdagi temasini yechim, ya'ni chiziqli tenglamalarga oid bo'lgan misollar tahlili. Har bitta misol yangi va siz uchun foydali va imkon qadar o'rganib turing. Zora shu savollar sizga tushish ehtimolligi bo'lsa. Demak, boshladik. Birinchi misolda tenglamani yeching degan. Kim qanaqa ishlaydi bilmayman-u. Ko'p odam mana bunaqa qilaman. Pastdan boshlab tepaga ko'tarib boradi tenglamani. Yo'q, u shart emas. Buni juda ham oddiy yechimi bor. Xo'p, endi qarang ustoz. Men o'sha yechimni tushuntirib beraman. To'rdan bitta kasrni ayiryapmiz. To'rdan kasrni ayiryapmiz. Javob 2 chiqishi kerak. Demak, to'rdan nechini ayiradigan bo'lsa 2 chiqadi. 2 ni, demak, 6 taqsim 1 plus 4 taqsim 4 minus 1 taqsim x minus son nima bo'lishi kerak ekan? 2 bo'lishi kerak ekan. Endi qarang, xo'sh, biz 6 mana kasr chizig'i bo'luv bo'lgani uchun 6 ni qandaydir ifodaga bo'lishimiz kerak ekan, 2 chiqishi kerak ekan. Undan kelib chiqadiki, biz 6 nechiga bo'lsa 2 chiqadi? 3 ga. 1 qo'shilgan 4 taqsim 4 minus 1 taqsim x minus soni 3 bo'lishi kerak ekan. Xo'p, endi qarang ustoz. Bu birinchi qilgan ishimiz bo'ldi, ikkinchisi bo'lyapti. Xo'p, birga qanaqa ifodani qo'shadigan bo'lsak 3 chiqadi. 2 ni. Bundan kelib chiqadiki, 4 taqsim 4 minus 1 taqsim x minus 2 soni bo'lishi kerak ekan, 2 bo'lishi kerak ekan. Xo'p, 4 ni qanaqa songa bo'lsak 2 chiqadi. 2 ga. Demak, 4 minus 1 taqsim x minus soni nima chiqar ekan? 2 chiqar ekan. Xo'sh, 4 dan nechini ayiradigan bo'lsa 2 chiqadi. 2 ni. Bundan kelib chiqadiki, mana bu ifoda 2 bo'lishi kerak ekan. Demak, 1 taqsim x minus 2 bu nima bo'lishi kerak ekan? 2 bo'lishi kerak ekan. Xo'p, 1 ni qanaqa songa bo'lsa 2 chiqadi? 0,5 ga. 0,5 ga. Bo'ldi. 2 bilan qo'shib o'tsa x barobar nima degan javob kelib chiqadi? 2,5 degan javob kelib chiqadi, ya'ni 5 taqsim 2 degan javob bo'ladi. Ya'ni bu misolni shunchaki nima qilish mumkin ekan? Og'zaki ishlash mumkin ekan. Xo'p, navbatdagi misolga qarang. Navbatdagi misolda ko'rinishidan vahima, kimdir masalan umumiy maxraj beradi, boshqa qiladi, xato emas, 100% to'g'ri, faqat nima bo'ladi? Vaqtingiz ketib qoladi, insonlar kattalashi kerak. Xo'p, bu paytda nima qilish kerak? Bu paytda qarang ustoz. Ikkala tomoniga ham birni ayirib tashlayman, ikkala tomondan ham ikkini ayirib tashlayman, qarang. Mana bunday qilib yuboraman. X minus 1 taqsim, keling sal kattalashtiraman. Xo'p, x minus 1 taqsim 2025 minus 1. X minus 2 taqsim 2024 minus 1 bo'ldi. Xo'p, bu yoqda ham endi qarang. X minus 2025 taqsim 1 minus 1 bo'lsin. X minus 2024 taqsim 2 minus 1 bo'lsin. Hech narsa o'zgarmaydi. Xo'p, bunga 2025 maxraj beraman. Bunga ham 2025 maxraj beraman. Bunga 1 maxraj, bunga 2 maxraj. Nima bo'lib qoldi shunda qarang. Tepada x minus 1 minus 2025 taqsim 2025 bo'ldi. Xo'sh, x minus 2 minus 2000 endi 24 maxraj beraman. 24. Xo'p, 24 taqsim 2024 bo'ldi. Xo'p, x minus 2026 taqsim 1 bo'lib qoldi. X minus 2025 minus 1 qilib yoza qoling. 24 minus 2 taqsim 2 bo'lib qoldi. Endi qarang, suratlarni soddalashtirsak, x minus 2026 taqsim 2025, x minus 2026 taqsim 2024, xo'p, x minus 2026 taqsim 1, x minus 2026 taqsim 2 bo'lib qoldi. Endi qarang ustoz, ikkala tomondan ham x minus 2026 sonini olib chiqadigan bo'lsam, xo'sh, 1 taqsim 2025 plus 1 taqsim 2024 bo'ldi. Bu yoqda ham x minus 2026 ni olib chiqadigan bo'lsam, 1 taqsim 1 plus 1 taqsim 2 bo'lib qoldi. Endi qarang, mana bu ikkalasi sonda, son. Sonlar hech qanaqa ahamiyatga ega emas. Ikki tomon teng bo'lishi uchun mana x minus 2026 nima bo'lishi kerak? 0 bo'lishi kerak. Va bundan x barobar mana 2026 degan javob kelib chiqadi. Mana 2026-yil va 2026 soni. Ya'ni bu o'sha aynan yilga to'g'rilangan yangi misollardan biri. Xo'p, navbatdagisi.
qarang, bu misol ham bitta ko'rgan paytda odam shokka tushiradi, ya'ni rostdan qiyindek tuyuladi, вообще qiyin tuyuladi, lekin juda ham oddiy yechim usuli bor. O'sha oddiy yechim usulini sizlarga men tushuntirib beraman. Xo'sh, endi 2024 sonini bu yoqqa qo'shib o'qib o'tkazamiz. Xo'p, x plus 2 taqsim 2023 bo'ldi. X plus 3 taqsim 2022 bo'ldi. Plus va hokazo x plus 2024 taqsim 1 bo'ldi. Plus 2024 bo'ldi. Endi qarang. Oxirdagi 2024 sonini, 2024 sonini bitta ajratib chiqaman, qarang. X plus 1 taqsim 2024 plus 1. X plus 2 taqsim 2023 plus 1. X plus 3 taqsim 2022 plus 1. Va hokazo x plus 2024 taqsim 1 plus 1 barobar 0 bo'lib qoldi. Endi qarang, bunga 2024 mahraj beraman, bunga 2023 mahraj beraman, bunga 2022 mahraj beraman, bunga bo'lsa 1 beraman. Shuni suratimiz nima bo'lib qoladi? X qo'shilgan 2025, ya'ni 2024 ga 1 qo'shib yuboramiz. 2024. Xo'p, x plus 2 ga 2023 ni qo'shsak, x plus 2025 taqsim 2023. Xo'p, x plus 3 ga 2022 ni qo'shsak, x plus 2025 taqsim 2022 bo'ldi. Plus va hokazo x plus 2025 taqsim 1 bo'lib qoldi. Qarasak, hamma surat teng bo'lib qoldimi? Hammasidan x plus 2025 ni olib chiqamiz. Nima qoldi? 1 taqsim 2024, 1 taqsim 2023, 1 taqsim 2022 plus va hokazo 1 taqsim 1 bo'lib qoldi. Teng 0 bo'lib qoldi. Endi mana bu ifoda son bo'lib turibdi. Biror sonni qanaqadir ifodaga ko'paytirish 0 bo'lishi kerak. Uning uchun x plus 2025 son 0 bo'lishi kerak va bundan x barobar minus 2025 degan javob kelib chiqar ekan. Demak, javobimiz B javob bo'lar ekan. Navbatdagi misolimiz, bu tipdagi misollar avval juda ham ko'p ko'rgansiz va biz nima qildik? Bu misolni ishlab bilamiz. Qarang endi. 1 minus 1 taqsim 4 degani 1 bu 1 ning kvadrati, 1 taqsim 4 bo'lsa 1 taqsim 2 ning kvadrati. Deb bizda bu kvadratlar ayirmasi, ya'ni a minus b yu a plus b formaga tushdi. Qarang endi. Xo'sh. Bu bizda nima bo'ladi? 1 minus 1 taqsim 2, 1 plus 1 taqsim 2 bo'ladi. Keyingisi 1 minus 1 taqsim 3, 1 plus 1 taqsim 3 bo'ladi. Keyingisi 1 minus 1 taqsim 4, 1 plus 1 taqsim 4 bo'ladi. Va hokazo 1 minus 1 taqsim x, 1 plus 1 taqsim x bo'ladi. Barobar 11 taqsim 20 bo'ladi. Xo'sh, endi mahraj berib chiqamiz. Bunga 2 mahraj bersam, 2, 3, 3, 4, 4, x mahraj bersam. Xo'sh, nima bo'lib qoladi? Qarang. 1 taqsim 2, 3 taqsim 2. Xo'p, 2 taqsim 3, 4 taqsim 3. 3 taqsim 4, 5 taqsim 4. Va hokazo nima bo'ladi endi? X minus 1 taqsim x ko'paytirgan x plus 1 taqsim x bo'lib qoldi. Xo'sh, endi bundan oldingisi nima bo'ladi? Mana qarang. 3 bilan 3 qisqaryapti, 2 bilan 2 qisqaryapti. 4 bilan 4 qisqaryapti, 3 bilan 3 qisqaryapti. Xo'sh. Endi mana 5 bilan 5 qisqaradi, 4 bilan 4 qisqaradi. Xullas, endi qarang. Mana hozir bizada oxirida misol uchun, mana bu ham qisqarib ketadi. Xo'p, mana x minus 1 bilan mana bu x minus 1 qisqarib ketadi, bu bilan qisqarib ketadi. Va 11 taqsim 20 degan son kelib chiqadi. Hammasi qisqarib ketadi, o'rtadagilar. Xo'p, tepada x plus 1 qoldi, tagida bo'lsa 2 ko'paytirgan x qoldi. Barobar 11 taqsim 20 bo'ldi. Bu bilan buni qisqartiradigan bo'lsak, x plus 1 taqsim x sonimiz 11 taqsim 10 bo'lib qoldi. O'z-o'zidan ko'rinib turibdiki, yoki proporsiya qilib olsangiz x barobar 10 degan javob kelib chiqadi. Va javob D javobda ekan.
Navbatdagi misol, bunaqa tipdagi misol ko'rgansiz, faqat yangicha tipda ko'rinishi bu. Xo'p, mana bu oxirida ko'paytirgan x bor deb aytib qo'yuvdik. Ko'paytirgan x bor. Endi qarang, 1/4 sonini 2 minus 0,6 qilib yozib olamiz. 2 plus 0,6. Xo'p, 4 minus 0,6 ning kvadrati 16 plus 0,6 ning 4 darajasi. Ko'paytirilgan x 0,16 darajasi minus 256 bo'ladi. Mana bu ikkalasi birgalikda yig'sak formani beradi. 4 minus 0,6 ning kvadrati bo'ladi. Keyin 4 plus 0,6 ning kvadrati 16 plus 0,6 ning 4 darajasi. I kare x. 0,16 darajasi minus 256 bo'lib turibdi. Xo'sh, mana shu ikkalasini formula qilib olsak, 16 minus 0,6 ning kvadrati 16 plus 0,6 ni mana 4 darajasi bo'ladi. 4 darajasi kare x. 0,16 darajasi minus 256 bo'ladi. Bu bizda endi formula qilib olsa 256 minus 0,6 ni 8 darajasi kare x 0,16 darajasi minus 256 bo'ldi. Mana bu son bu yoqqa bo'lib o'tadigan bo'lsa, minus 1 degan javob kelib chiqadi. Demak, javobimiz minus 1 ekan. Agar sizga ham biz olib borayotgan kontentlar, berayotgan ma'lumotlar foydali bo'lsa, reaksiya qoldirib, bizni qo'llab-quvvatlab turinglar. Biz yana ham ko'proq ishlashga harakat qilamiz va sizga ko'proq kerakli, foydali bo'ladigan manbalarni berishga harakat qilamiz. Va bu videolarni ustozlarga, tanish ustozlarga, attestatsiyaga tayyorlanayotgan, milliy sertifikatga tayyorlanayotgan ustozlarga yuborib qo'ying. Ular ham biz berayotgan foydali, manfaatli bilimlardan foydalanib qolishsin. Hammaga rahmat, omon bo'linglar.